Assalomu alaykum boyata. Yaxshimisiz? Bitta likedan bosib qo'ying, qozon ko'p dodasini qilib beraman. Men kстати o'zbek tilida gapirishni ham bilaman. Assalomu alaykum hurmatli YouTube do'stlar. Bugun sizlarga haqiqiy choyxona qozon kabobni uy sharoitida tayyorlashni ko'rsatib beraman. Yeganingizda og'zingizda qoladigan juda ham o'zgacha bo'ladi. Boshladik. Eng avvalo qozon kabobga qo'zi go'shtidan foydalanamiz bugun. Ana shunaqa karayka xomligicha ham yegingiz keladigan joyi chiroyliligini qarang buni. Xo'p, demak, qozonga eng avvalo dumbalarni terib olamiz. Dumbani tepasidan ozginagina tuz va ziradan sepib qo'yamiz. Endigi navbat kartoshkaga. Xuddi shu dumbani ustiga mana kartoshkalarimizni joylab chiqamiz. Mana kartoshkalarni joylab chiqdik. Endigi navbat go'shtga. Bismillah. Mana shunaqa chiroyli qilib go'shtimizni kartoshkani ustiga solamiz. Mana shunaqa chiroylikgina manzara hosil bo'ldi va go'shtning ustidan ham albatta tuz va ziravorlarni ham sepamiz. Bismillah. Voydod degan qozon kabob bo'lyapti. O'zi hozirdan ishtaham ochilib ketyapti. Bu taomni siz ham oila a'zolaringizga qilib bersangiz, juda ham ko'p duolarni olasiz, xudo xolasa. Va shu orada yeganingizda bizni ham duo qilib qo'ying. Tayyor bo'lgan go'shtimizni 5 daqiqa sal balandroq olovda, keyin esa 1 soatga past olovga gazga qo'yamiz. Mana endi pishishini kutamiz. Mana sizlar 60 daqiqadan so'ng qozonimizni ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham ajoyib. Buni ishtahani ochishini qarang, ishtahani. Ustidagi go'shtlarni asta-sekinlik bilan qozondan chiqazib olamiz. Buni go'zalligiga baho bering, go'zalligiga. Baland olovda kartoshkani ikkala tomonini yaxshilab qizartirib olamiz. Shunda usti korchkali, ichi yumshoq pyurega o'xshagan mazali kartoshkalarimiz tayyor bo'ladi. Ikkala tomoni qizargan kartoshkalarimizni mana juda ham chiroyli qozondan chiqazamiz. Va xuddi shu qizigan yog'da go'shtlarimizni qizartiramiz. Kartoshkani tagiga bosgan dumbalarimiz ham dumbali chips bo'lib qoldi. Bismillah. Haqiqiy o'zbekcha chips, qo'y dumbasidan. Hep ko'rasizlar. Eng kutilgan videoyimizning eng kutilgan qismi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Buni go'zalligini. Videoni boshida o'g'lim aytgan, boyota likedan bosib qo'ying, qozon kabobi dodasi bo'ladi degan qozon kabob xuddi shu bo'ladi. Endi buni tanovul qilamiz. Bismillah. Mana o'g'lim, sizga qozon kabob, haqiqiy
choyxonada yeyiladigan qozon kabob. Попробуем. Yoqimli ishtaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Мясо попробуем. Endi go'shidan bismillah. Haqiqiy choyxona qozon kabobimizdan siz ham albatta xonadoningizda tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali. Ham uyda tayyorlasangiz choyxonadan sal arzonroq ham tushadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi yangi videolarda uchrashguncha